Tozalovchilar uyimni chala tozalaganligi sabab mehmonlarim xafa bo'lishdi. Uy tozalovchisi ishini tugatib, ishonch bilan hammasi joyida dedi. Men ham o'sha payt uydan shoshilib chiqib ketayotganim uchun yaxshilab tekshirishga vaqt ajrata olmadim. Kechqurun yaqinlarim kelganida esa hammasi o'zgardi. Birinchi mehmon uyga kirishi bilan pol chetidagi changni payqagan. Keyin oshxonadagi stol ostida chala artilgan polni ko'rib va hammomga kirganida esa plitkalar orasidagi kir ko'zga tashlangan ekan. Hech kim ochiqchasiga gapirmadi, lekin yuzlaridagi qarashlaridan hammasi ayon edi. O'sha payt ichimdan issiq sovuq o'tdi. Uyim haqida emas, o'zim haqimda nima deb o'ylashayotganini his qildim. Go'yoki men e'tiborsizman, tartibsizman va mehmonni hurmat qilmaganman degan taassurot qoldi. Ich-ichimdan jahlim chiqib, uyalib ketdim. Aslida esa men tozalovchiga ishonib, axir qilib yurgan ishi-ku deya ortiqcha tekshirib ham o'tirmagan edim. Eng alam qilgani, keyin tushuntirib ham bo'lmaydi. Tozalovchi shunaqa qilib ketdi degan gap o'zini oqlashdek eshitiladi. Agar ishonchli va e'tiborli tozalovchilarni Profi24 ilovasi orqali yollaganimda yaqinlarim oldida bunday uyalib qolmagan bo'lar edim. Agar siz ham chala tozalangan uyingiz uchun mehmonlaringiz yonida uyalib qolishni xohlamasangiz, Profi24 ilovasidan tozalovchilarni yollang.